Oydin opani kelini sen molsan, hayvonsan deb gapirdi. Voy ular. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rib, o'z quloqlarim bilan eshitdim. Ha, Shunchalik qattiq janjal bo'ldimi? men sizga nima yolg'on gapirarmidim, a? Rostdan ham shunaqa qattiq janjal bo'ldi. Undan keyin Oydin opani o'g'li kelib, zo'rg'a tinchlantirdi. Voy ular. Endi nima bo'ladi? Ajrashadigan bo'ldimi? Buni hali aniq bila olmadim-da. Ertaga hammasini aniqlashtirishga harakat qilaman. Lekin butun mahallaga sharmanda bo'lishdi. Ish qilib tinchib ketishsin. Voy, uni qo'ying. Ana narigi mahalladagi Sanobar opa bor-ku, o'shani qizi homilador bo'lib qopti. Voy. Voy, tavba qildim. Lekin Sanobarni yaqinda ko'rdim. Yaxshi kayfiyatda yuruvdi-ku. Ha, endi o'zini shunaqa qilib ko'rsatadi mahallaga. Men bilgan, eshitganlarimni gapiraman. Menda xato bo'lmaydi, ha. Endi qizi bir yigit bilan yurdi degani, shunaqa ish bo'ldi degani emas-ku. Menga ishonmayapsizmi, a? Voy, men sizni dugonam deganman, a? Dugonangiz bo'lib turib sizga yolg'on ma'lumot olib kelarmidim, a? Voy, tavba. Ha, men ham sizni dugonam deganman, nega ishonmayman? Ha, bo'pti-da. Mana shunaqa qilib bir-birimizning gapimizga ishonmasak, kim bizni qadrdon dugonalar deydi? Bor bo'ling Kamilaxon, bor bo'ling. Siz ham bor bo'ling. Siz ham bor bo'ling. Bo'pti, endi men chiqay. Ishlarim bor. Uyda ishim juda ko'p. Ha, o'tiribsiz-da. Keyin chiqaman. Bitta ishlarimni qilishim kerak. Ha, aytgandek. Men sizga mahalladagi yangiliklarni, zo'rlarni yig'ib kelaman. Ha, mayli. Amin. Gaplashamiz. Alloh akbar. Mayli, sog' bo'ling. Yana anu Komila kelib ketdimi? Sen undan nari yurgin. Nimaga? Nimaga? G'iybatchi u. G'iybat qiladi hammani, bildingmi? Yo'q, unaqa demang, dadasi. Shunaqa. Men bilmasam gapirmayman. O'tgan ketganni g'iybat qiladi. Sen ham undan sal nari ketgin, seni ham g'iybat qiladi. Biz Komila bilan opa singilmiz. Yaqinmiz bir-birimizga. Meni g'iybat qilmaydi. Voy, menga qara. Mana shu oldi qochdi gaplari bilanchi shu Komilang erini ham o'ldirib yubordi, bildingmi? Ha? O'zi bitta o'g'li bor edi, shu o'g'li ham tashab qochdi chet elga. Tirikmi, o'likmi, Xudo biladi. Qorasini ko'rsatmaydi.